boshlandi. Yo, barchangizga assalomu alaykum bo'llar. Sizlar bilan Shohboy videomiz askrasi albatta. Qanday qilib softverlarga qarshi chiqishni o'rganamiz. Qani masalan aytishga. Bilaman, shuni to'yimiz aytmoqman. Hop. Endi shoh degan chessga FPS almashar ekan. Chess nima? Mana shunaqilardan qanday qilib qutulish. Birinchi trapkani olasizlar. Qo'lingizga. Ya'ni mana shu deya. Bile. Qaysay bu mumkin. Voy, bu qaqqa yetib qoldim. Hop, xullas. Mana shunaqalardan qutulish yo'lini o'rgataman. Birinchi o'rinda mana shunaqa serios. Men boshqaga yozaman, menga yetib qolgan shekilli serios deyapti. Menga serios demadi hech kim. O'tib ketyapti desam. Ana trapkaga oldi. Mana bloklar orasida uncha ko'p jonim ketdi. Bu men Brat, mana shunaqa bitta o'tirib turib berasizlar, bitta sakrab turib, bitta o'tirib turib, bitta sakrab turib, bitta o'tirib turib, bitta sakrab turib, bitta o'tirib turib, bitta sakrab turib. Bu o'sha texnikani qilib faqat sakrayapti. Shuning uchun hech qo'ydi-yu. Shuning uchun faqat menga cringe zarba bera olmayapti. Nima bu joni qo'shilmadi? Endi qo'shildi. Cringe deb bana. Mana shu biratda hozir trapkaga olamiz. Bu yoqqa. Endi bo'lsa, bu cheater ustali. Qochdimi? Cheaterlar to'lib o'tibdi. Xullas, cheaterlar ham bor. Ahamiyat bermaysizlar mana shunaqa cheaterlarga. Ulardan ehtiyot bo'ling, o'zingizni asrang. Xo'p, tak, endi charka olaylik. Sehrlanmagan charka. Xo'p. Sizlar o'zingizlar bilan tatemni sal ko'proq olasizlar. Shu qo'shiladi-ku. Mana bir bilan juzo qo'shiladi. Qani biroz. Strap qoling, davay. Bo'ldi, shuni kutdim. Endi bitta o'tirib turib, bitta sakrab turib, bitta o'tirib turib, bitta sakrab turib, bitta o'tirib turib. Bu chalg'iydi. Chalg'iyapti. Bir qarasa pastga, bir qarasa tepaga, bir qarasa pastga. Hozir to'xtab turgan suv ko'raman chatda. Masalaga qarshi nimadir qilish kerak. Yashab bo'lmayapti umuman. Yashab bo'lmaydi bular dastan. Xo'p bolalar, endi ikkinchisi qanaqa desalar, ikkinchisi ham oddiy, lekin sizlarga o'qishi aniq. Xo'p, birinchi bo'lib trapka oldi. Yana mana bu biratimiz. Men faqat sakramni qilib cringe beravermaydi. Mana bu qilichlarni joni ko'p ketadi. Ikkiga birmi? Qattiq mana bu birdam to'yimizga qo'shildi. Spasiba. Yani vurdim nimadir qilib. Xullas bolalar, ikkinchisini o'rgatishga vaqt bo'lmadi, chunki mana shu
Bunchimizni o'ldirish kerak. PP qilasam. PP qilasam, nega setga egasan? O'spa. Ha, aytgancha. Mana. Uning sizga kam kurtingizga ishlatasiz. Asli ham turibdi. Tamam. Manda mos. Setda manda mos. Manda emas. Manda mos uribman. Mana 500 mingga olish kerak. Tak, mana shunaqa ikkinchisini o'ldirishga vaqtim yo'q. Shekilli. O'lmadi. O'lmadi u. Manda full imperator set bor. Realni imperator. Nega? Chunki bitta kill qilganimda mandaqa qilib tushdi. Mana hali bu sayroq o'ldirmoqchi bo'ldi. Buning uchun javob beradi. Endi perolimni ishlatisham. Mana bu yerga sekingina olishim kerak makona. Bo'ldi. Mana ground miner. Tappa. Mana hamma yaxshi bo'ldi. Bu birinchi qismda, ikkinchi qismda albatta kutib qoling.